Avtostop challenge'imda bugun ikkinchi kunim. Bu sayohatimda Ispaniyaning 7 ta shahrini mutlaqo tekinga avtostop orqali aylanib chiqishim kerak edi. Keling ikkinchi kunim qanday o'tganini ko'ramiz. Birinchi kunimni Sevilla shahridan boshlab, u yerdan tekinga avtostop bilan bugun Cordoba shahriga yetib oldim. Ammo yetib kelishim bilan shaharning eng chetida tushib qolishimga to'g'ri keldi. Xo'p, Cordobaga ham yetib oldik. Yo'lga 1 soat ketdi. Aka bilan lekin mazza qilib gaplashib ketdi. Faqat bitta problema, shaharning chetiga tashlab ketdi. Hozir endi atelyegacha 3 kilometr yurishimiz kerak. Ancha yurib shunday shinamgina mehmonxonamga kelib oldim. Balkonidan ochiladigan vidni gapirmasa ham bo'ladi va bu yerga kuniga atiga $34 berdim. Shaharga kelsak, Cordoba juda qadimiy shahar hisoblanar ekan. Shunchalik qadimiyki, bu yerda ham musulmonlar ham xristianlar yashab qolishiga ulgurishadi va Ispaniyadagi eng katta masjid aynan Cordobada joylashgan. Bundan tashqari juda qadimiy ko'prikdan ham o'tib ko'rdim. Bu ko'prik rimliklardan qolib ketgan bo'lib, kechki quyosh botishiga nerealniy vid ochilar ekan. Xullas, bu qadimiy shaharni bir kun mazza qilib aylanib chiqib, ertasi kuni Malaga degan shaharga yo'l oldim. Hozir sizlarga avtostopni osonroq variantini o'rgataman. Buning uchun mana shunaqa zapravkaga kelamiz va turgan haydovchilarning yoniga borib, qayerga ketasiz deb so'raymiz. Agar Malagaga bo'lsa, iltimos qilamiz birga olib keting deb. Bu safar uncha ko'p kutishga to'g'ri kelmadi. 5-10 minutda shu yoqqa to'xtab, tekinga Malagagacha olib borib qo'ydi. Mashinaga ham o'tirib oldik, zapravkani yonida shunday mashina turgan ekan. Gaplashdim aka bilan. Aka olib ketyapti Malagaga hozir. Ispaniya bo'ylab keyingi avtostop kunlarini o'tkazib yubormaslik uchun albatta like bosib, obuna bo'lib qo'ying.